Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Yoqubjon Salimov va bugun bizda yangi videorolik. Ushbu videorolikda biz tushda baliq ko'rishning ta'biri haqida gaplashamiz. Video boshlanishidan oldin unga like va obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ying. Demak, tushda baliq ko'rish. Umumiy holat aytadigan bo'lsak, tushda baliq ko'rishning xayrli va salbiy tomonlari bor va ushbu videoda biz shuning barchasi bilan gaplashamiz. Xo'p, keling biz olim Ibn Sirinning tadqiqotlari bilan o'rgansak. Tushdagi baliq. Tushda baliqni ko'rish tush ko'rgan odamning yaqin kunlarda oladigan rizq va barakasini bildiradi. Lekin agar u ishsiz bo'lsa va tushida baliqni ko'rsa, bu uning moliyaviy daromadini oshiradigan ishga kirishiga dalolat beradi va agar tush ko'rgan kishi tushida baliqni qobig'i bo'lmagan holda topsa, bu uning noqonuniy manbalardan olgan pullari uchun daromadini anglatadi. Dengizda suzayotgan baliqlarni ko'rishning talqini tush ko'rgan odamning o'z kuni uchun oziq-ovqat izlashi uchun mamlakat tashqarisiga sayohat qilishini anglatadi. Ya'ni chet elga migratsiya qiladi. Tush ko'rgan tushida baliqni tozalashiga kelsak, bu uning qiyinchiliklarga qaramasdan hayotini xotirjam davom ettirishini anglatadi. Ya'ni hayotida ma'no topishini va boriga qanoat qilishini bildiradi. Bu unga ta'sir qiladi va dengizdan tarozisiz baliq tutish kambag'allarga yolg'on gapirishni anglatadi va u qilgan ishdan juda pushaymon bo'ladi. Bu joyda biroz chalkashlik bo'lgan menimcha. Keling yangi qismiga o'tamiz. Ibn Sirinning tushda baliq ko'rishning boshqa bir ta'biri. Ibn Sirin aytadiki, tush ko'rgan kishi tushida biror loyiha bilan shug'ullanmoqchi bo'lganida tushda baliq tutayotganini ko'rsa, uning orzular ro'yobga chiqish arafasida ekanligidan dalolatdir. Unga mos keladigan ish toping va agar u jigarrang baliqni ko'rsa, bu tush ko'rgan odamning hayotidagi to'siqlardan o'tib ketishini va uning loyihalarini amalga oshirishdagi muvaffaqiyatini anglatadi. Xullas, biron bir katta loyiha ustida ishlatgan bo'lsangiz va tushingizda baliqni ko'rsangiz, aynan shu holatda ko'rsangiz, ya'ni uni ovlayotganingizni ko'rsangiz, bu katta ehtimol orzularingizni amalga oshishini bildiradi. Lekin shu joyda bitta narsani hisobga olish kerak. Bu yerda tush ta'biri shunchaki tushdan ma'noni qidirishdir, lekin hayotingizdagi hamma narsani hal qiluvchi yolg'iz yagona Allohdir va hamma narsani undan so'rash kerak. Agar bir yomon tush ko'rib qolsangiz, bo'ldi, menda shu narsa hayotimda sodir bo'ladi deb qolish ham juda katta xatolik. Hattoki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham bundan qaytargan. Shuni yodingizda saqlang. Hozircha bu videoning birinchi qismi, ikkinchi qismi tez orada bo'ladi. Agar tez orada chiqishini istasangiz, videoga like va obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ying.